Yurak ichidagi stent bilan qancha yashash mumkin? Koronar arteriyalariga stent o'rnatish bemorlarni aterosklerozdan to'liq davolay olmaydi. Buning natijasida tomirlarning oralig'i torayadi. Ammo stent tufayli tomir devorlari kuchayadi va to'siqlarsiz qon oqimini ta'minlanadi. Agar asosiy kasallik davolanilmasa, ovqatlanish ratsioni o'zgartirilmasa, parhez tutilmasa, stent uzoq vaqt yordam bera olmaydi. Maslahat: tabiiy giyohlar kompleksidan tayyorlangan, qonni suyultiradigan, immunitetni ko'taradigan choylar va tomirlarni o'tkazuvchanligini yaxshilaydigan tabiiy tabletkalarni doimiy ichib yuring. Ovqat ratsioningizga omega 3, omega 6 va omega 9, magniy, kaliyga boy mahsulotlarni qo'shing. Stress holatiga tushmaslikka harakat qiling. Vaqtida uxlang. Ko'proq toza havoda yuring. Shunda hayotingizga hech narsa xavf solmaydi va uzoq umr ko'rasiz. Bu videoni tanishlarga jo'natishni unutmang. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.